Afg'onistondagi multimilliarder bizani uyiga mehmonga chaqirdi. Buni qaranglar qanaqa probka. Mana shu xonadon juda katta, ichida gumbazlari ham bor. Hozir ko'rsataman men sizlarga. Saroy bu. Ibrohim aka ismlari, Ibrohim. Iboganmi? Ibogan mehmonga chaqirdilar, keldi. Aka bu odamni juda katta imperiyasi bor ekan bu yerda. Ha, yo'q. Ha, mehmonxona, bank, restoran. Ha, yo'q. Set ekan. Juda katta set. Iboga keldi. Buni qaranglar. Xullas hozir ichkarini ko'rsatamiz va to'liq bu inson kimligini sizlarga tanishtirib beramiz. Juda katta qarang. 1, 2, 3, 4 qavat ekanda. Familiyalari xullas G'azanfar ekan. Qanaqa? G'azanfar. G'azan? Ha, G'azanfar. Ibrohim G'azanfar. Setlari bor ekan. Orient Finance degan set bor-ku. Hamma narsa. G'azanfar ham seti bor ekan. Bank, restoran, Bunaqa profilli. mehmonxona. Xullas shu nom bilan hamma narsa bor. Keyin nimaga Davron akam bilan o'rtoq bu kishi? Savolga ham javob topdim. Baliq shahrida, Targoviy palatada rais ekanlar Ibrohim akamiz. Sem. Rahmat. Bo'ldi endi. Biz joyiga tushdi. Siz вообще ensiklopediya. Mana sizlarga mehmondorchilik. Allohim hammamizga nasib qilsin shunaqa saxiy boylardan bo'lib, mana shunaqa bir mehmondorchiliklar qilishimizni. Buni qaranglar. Go'zal tarzda